mumkin emas. Qoyil. Demak, davom etamiz. Rahmat aka, yana qaysi qo'shiqni tayyorlagansiz? Ham shoirimiz, ham ustozimiz Faxriddin aka To'rayev. Milliy multoni madaniyatda raisi Faxriddin aka To'rayevda shu bitta she'rlarni bergan bizga, hayronman deganda. Shuni qo'ldan kelgancha ijro qilib beramiz jonli talqinda. Tinglaymiz, marhamat. Ajratolmay hayronman, gunoh bilan savobni ajratolmay hayronman. Harom halol farqiga bormay men gunohkorman. Harom halol farqiga bormay men gunohkorman. Gunohdek yaxshilikka yomonlik, savob qilsam gunohdek yaxshilikka yomonlik. Mehri oqibati yo'q, odamlardan ozorman. Mehri oqibati yo'q, odamlardan ozorman. Qahridan qo'rqmay, gunohdan qilmay hazar, Xudo qahridan qo'rqmay. Oxiratin unutar bo'lsa do'stdan bezorman. Oxiratin unutar bo'lsa do'stdan bezorman. Yaxshilar yuzi yorug', gunohkor yuki og'ir. Yaxshilar yuzi yorug', gunohkor yuki og'ir. Bir kun kelib g'alverdan o'tishingga guvohman. Bir kun kelib g'alverdan o'tishingga guvohman. Yaxshilar bor dunyoda, shukr qil osi banda. Yaxshilar bor dunyoda, shukr qil osi banda. Yaxshilar hikmatlarin tinglagan Faxriddinman. Yaxshilar hikmatlarin tinglagan Faxriddinman. Tinglagan Faxriddinman.
juda ham ajoyibroq. Qo'shiqning oxirida she'rning muallifi kim ekanligini bilsak bo'lar ekan-a? Ha, Faxriddin aka To'rayev. Faxriddinman deb Faxriddin e'tirof aka. etyaptilar. Shunday. Umuman olganda she'rlarni tanlaganda mavzular xilma-xilligiga e'tibor berasizlarmi? Qanday masalan she'rni E'tibor tanlab olasiz? beramiz. Chunki Faxriddin bo'lsiz biz bir ish qila olmaymizda, she'r beradi. Kuy tanlaydi Faxriddin bovni o'zi ham. Kuy tanlaydi. Bu kuyga solamiz deb aytamizda, yo'q, mana bu kuyga. Yo narigi kuyga deb shu bir baloqi 1 oy, 1,5 oy deganga bitta mana shu qo'shiq tayyorlaganmizda. Gap boshqa. Ko'ngli, chunki ko'ngli nozikroqda Faxriddin bobomizda. Shu ko'ngli qarab ish tutib, shu aytganlar. Faxriddin bobo deganda, Faxriddin bobo ham shu studiyada mehmon bo'lganlar. Ha. Juda ham ma'naviyatli, juda ham bugun o'sha madaniyat uchun, o'sha markazni faoliyati uchun jon kuydirayotgan insonlardan biri. Xo'p, o'sha soloni beraylikda oxiridagi nima edi? Faxriddinman deb tugatdingiz-ku. Ha. Jamoa bilan bitta. O'sha yana bir chalib bering, o'sha qisqagina joyini. Ya'ni so'zsiz siz aytmaysiz, faqat kuyni o'zi. Musiqani o'zi. Yaxshilar bor dunyoda, shukr qil osi banda. Yaxshilar bor dunyoda, shukr qil osi banda. Yaxshilar hikmatlarin tinglagan Faxriddinman. Yaxshilar hikmatlarin tinglagan Faxriddinman. Rahmat. O'sha joyga qarang, mana insonlarni yaxshilikka chorlaydi. Ya'ni yaxshilar Ma'rifatparvar sifatida inson bo'lishga ekanlar. chorlaydi.